Muhammed Amir'de opkelikçi. Bismillahirrahmanirrahim. Şirin bola. Assalamu aleyküm. Yorug' dunyo kelganiz muborak bo'lsin. Kelib opoq dadalarda opoqlarni chaqirib, mehmon qilib, saxovat dasturxoni qo'yganlaringiz muborak bo'lsin bolam. Xudo umringizni ziyoda, juda ham hozirdan qo'li ochiq bola bo'ldingiz. Kelajakda Alisher O'tmondan ham boyib kelding ha. Ushab turing meni. Allohu akbar. Ushab turing. Ana noto'g'ri voiz bo'l. Alloh. Topga. Buni oti nima? Olu. Bu 10 kun kelgan qizimi qizi. Oti nima bu? Qizimi qizi? İmona. Qiz bolani payg'ambarimiz jannat deganlar. O'g'il bolani ne'mat deganlar. Bu jannati muborak bo'lsin Imona qizim. Oqila, sojida, qoriya o'z zamoniga javob beradigan ilm sohibasi bo'lsin. Alloh.